Angliya Liga Kubogi yarim final. Hamyurtimiz Abduqodir Husanov asosiy tarkibda va bosh murabbiyni eng asosiy o'yinchilardan biriga aylanmoqda. O'yin boshidan Newcastle faqat g'alaba uchun maydonga tushganligini isbotlamoqchi bo'ldi va juda ham ko'p hujumlarni amalga oshirdi. Nafaqat ko'plab hujumlarni Newcastle jamoasi, balki pressingni va jarohatli vaziyatlarni amalga oshirdi. Bu holatlar esa bosh murabbiy Pep Guardiolani asabiylashishga va adrenalini oshishiga olib keldi. Newcastle jamoasining yana bir xavfli hujumlaridan biri va hamyurtimizda ishonchli harakatlar. O'yin davomida ikki jamoa futbolchilari bir-biriga o'ta kuchli darajada hurmat-izzat ko'rsatishga harakat qilishdi. Buni natijasida Manchester City futbolchilari keskinroq o'yin ko'rsatishga harakat qildi va birin-ketin hujumlarni amalga oshirdi. Ikkinchi bo'lim yana Newcastle xavfli vaziyatlar bilan alohida ajralib turdi va darvozabon bir necha bor jamoasini xavfli vaziyatlardan qutqardi. Futbolda sen urmasang senga urishadi deyshadi va Manchester City birinchi bo'lib hisobni ochdi 1-0. It is the dream start for the Ghanaian and City ahead in the tie. Well, talk about not having barely been in the game. Semenyo. Newcastle jamoasi mag'lubiyatga rozi bo'lmasligi aniq edi va ko'plab hujumlarni amalga oshirdi va hamyurtimiz bu yerda ham ishonchli o'yin ko'rsatdi. Mana shu joyda hamyurtimizga bitta yurakchani qizartirib qo'yamiz, chunki ishonchli o'yini sababli Pep Guardiola zaxiraga olmadi. 62-daqiqada Manchester City ikkinchi golini nishonladi, lekin ofsayd sababli to'p inobatga olinmadi. Va albatta o'yin qahramonlaridan bittasi bo'lmish bizani hamyurtimiz qiyin vaziyatlarda yana bir necha bor o'yinni qutqardi. Shuni hisobida Manchester City qo'shib berilgan daqiqalarda gol urib 2-0 hisobida g'alabani ilib ketdi. Abduqodir Husanov va hammani bu g'alaba bilan tabriklaymiz. Olg'a O'zbekiston, olg'a Manchester City.